Do'stlar, hammalaringizga salom. Mana ikkita motosikl, bitta moped, bitta E4 ga 3 oyoqli motor qo'yilgan, 200 kublik. Hujjatlari yo'q ekanini ham. Bu 49 yozilgan, gilzaga 49 yoziladi, lekin 72lik. Balonchalari yaxshi. Yurib beradi. Akkumulyatori yo'q, akkumulyator qo'ysangiz starterdan ham olar. Bunga qilsangiz zot bo'lar, lekin gittekini dutyapti. Qolsat qilish kerakmi? Men shuni ham haydab yuribman, lekin bu o'zimning motosiklim edi. Buni hech sotadigan niyatim ham yo'q edi. Hozir bar haydaganim yo'q, mayli sotib yuboray deb ana qildim. Buni motorini yaqinga 1 oy oldin qildim. Yangi kolinval, yangi shatun, komplekt, ikkita bakoy podshipnisi, yangi salnik, hammasi prokladkalar, hammasi yangi qilib qiluvdik buni. Gilzalar o'zi yangisi birinchi remontga yo'ndirdim. Gilzalar yo'nilgan. Motosikl apkatkadan chiqarish kerak asosda, keyin bossa bo'ladi. 200 lik motor. Akkumulyator bu, akkumulyator. Ha, akkumulyatordan ham oldi. Akkumulyator bir zaryad qo'yish kerak-da. Ovozini baland qilib qilganda men gulshetilni setkalarini olib Buni puli 5 million 100 ming o'tib beraman. Buni puli 4 million 100 ming o'tib beraman. Shu do'stlar, kimga kerak bo'lsa nomerda qoldiraman.